Xo'p, ana endi foydali ish koeffitsiyenti Innova kitobdan foydali ish koeffitsiyenti mavzusi bo'yicha namuna ko'rsataman. Nechtadan? Har doimgidek 3 tadan bittasini ko'ramiz. Xo'p. Uchinchi masala. Demak, 3-masalada qurilmaning to'liq ishi 4 kilojoule, foydali ishi esa 3600 joule. Uning foydali ish koeffitsiyentini toping. Demak, bu oson, ancha. Qurilmaning to'liq ishi, ya'ni A to'liq umumiy ish 4 kilojoule, ya'ni 4000 joule mayli. 4000 joule. Foydali ishi esa 3600 deyapti. 3600 joule. Foydali ish koeffitsiyentini topib bering degan. Etta barobar A foydali taqsim A umumiy. Foydali ishimiz 3600 bo'lamiz umumiy ishimiz 4000. Agar 100% ga ko'paytirsak, javobimizni foizda olamiz. Ko'paytirmasak qismda chiqadi. Hozir mana javoblarga e'tibor beramiz. Hammasi qismda turibdi. Demak, 100% ga ko'paytirish shart emas. Xo'p, mana 2 dan olib ketib qolsa 36 ni 40 ga 4 ga qisqartirsak bo'ladi. 9 taqsim 10 bo'ladi. 9 taqsim 10, ya'ni 0.9 bo'ladi foydali ish koeffitsiyenti. Endi demak, qaysi javob ekan? Javob ekan. 6-masala. 6-masala. Elektrodvigatelning to'liq quvvati 700 kilovat. Demak, to'liq quvvat, umumiy quvvat 700 kilo, ya'ni 700 ming degani watt. Foydali ish koeffitsiyenti esa 75% ga teng. Uning foydali ishini toping. Uzr, tepadagi masalani o'qiyapman. Quvvati 700 kilovat va foydali ish koeffitsiyenti esa 80% ekan. Foydali ish koeffitsiyenti 80% da berilibdi. Uning foydali quvvatini hisoblang degan. N foydali quvvat. Ana endi foydali ish koeffitsiyentini quvvat orqali ham yozdik. N foydali quvvat taqsim N umumiy quvvat. Ko'paygan 100% desak ham bo'ladi, chunki mana foydali ish koeffitsiyentini bu yerda foizda beribdi. Shunda o'rniga qo'ysak, 80% barobar foydali quvvatni bilmaymiz, taqsim umumiy quvvat deganda mana 700 kilovat. Shunda men 700 yozsam ham bo'ladi. Kilovat ko'paygan 100. Ana 100 bilan 700 qisqarsa 7 qoladi. 7 ni bu yoqqa ko'paytirish qilib olib chiqsak 80 ko'paygan 7 bo'ladi foydali quvvatimiz. Ya'ni foydali quvvat 560 kilovat deymiz. Chunki mana buni kilosini hisobga olmay ketgandik. Ya'ni 700 kiloligicha yozib o'rganmiz. Shunda javobim 560 kilovat chiqadi. Xo'p, ana endi 9-masalaga o'taman. 9-masala. Masala. Nima deyilyapti 9-masalada? Qarshilik kuchi 20 kilo newton bo'lganda 5 tezlik bilan tekis harakatlanayotgan mashina motorining quvvati 400 kilovat bo'lsa, foydali ish koeffitsiyenti necha foiz debdi. Demak, 9-masala. Qarshilik kuchi necha ekan? 20 kilo newton, ya'ni 20 ming newton bo'lganda mashina doimiy v barobar 5 tezlikda harakatlanayotgan ekan. Tekis. Mashina motorining quvvati 400 kilovat bo'lsa, foydali ish koeffitsiyenti necha foiz? Motorning quvvati bu umumiy quvvat 400
kilovat deyapti. So'rayaptiki, foydali ish koeffitsiyentini topib bering. Endi foydali ish koeffitsiyenti deganda foydali quvvatni umumiy quvvatga bo'lsak bo'ladi. Umumiy quvvatga. Demak, barobar foydali quvvat deganda to'g'ri, mana motor 400 ming watt quvvat bilan ishlashi mumkindir. 400 kilovat quvvat bilan. Shunaqa quvvatga ega bo'lishi mumkindir, lekin uni hammasi ham foydaga sarflanayotgan emas. Sababi avtomobilda motori qancha katta quvvat bilan ishlashi bu bizaga endi to'liq foyda degani emas. Avtomobilni tortadigan kuchi bizaga foyda. Ya'ni avtomobilda yuradigan tezligi bizaga foyda. Ya'ni nima demoqchiman? Mana motor ko'p yoqilg'i sarflab, ko'p energiyaga ishlatgani bilan avtomobil yurmasa, demak undan foyda yo'q. Bu yerda foyda mana shu avtomobilni, demak mana kuchi bilan, tortadigan kuchi bilan tezligi hisoblanadi. Demak, kuchni tezlikka ko'paytirsak, quvvatni beradi va o'sha foydali quvvat hisoblanadi. Taqsim n umumiy. Shunda 20 10 darajasi 3 ko'paygan 5 taqsim umumiy quvvatimiz 400 10 darajasi 3 bo'ladi. 10 darajasi 3 ga ketib qoladi. 20 bilan 400 ketsa pastda 20 qoladi. 20 bilan 5 ketsa 1 taqsim 4 qolyapti. 1 taqsim 4, ya'ni 0.25 chiqadi. Agar foizda gapirish kerak bo'lsa, 25% desak bo'ladi. Endi shu joyda savol tug'ilishi mumkin. Bu yerda qarshilik kuchi berilgan 20 ming newton. Nimaga avtomobilni quvvatini hisoblayotganda qarshilik kuchini avtomobil tezligiga ko'paytirib ketyapmiz? Bu kuch avtomobilni tortish kuchi emas-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Lekin dinamika bo'yicha avtomobil yo'lida tekis yurishi uchun, demak unga hozir qarshilik kuchi bo'lyapti, F qarshilik kuchi. Bu kuch ta'sirida avtomobil sekinlashib to'xtab qolishi mumkin. Sekinlashmasdan doimiy tezlikda yurib turish uchun uning motorlari unga shunday tortadigan kuch berish kerakki, o'sha tortadigan kuch qarshilik kuchini yengib turish kerak. O'shanda avtomobil tekis harakat qiladi. Shuning uchun ham avtomobilni tortish kuchi, mana bu yerga avtomobil quvvatini hisoblayotganimizda olayotgan kuchimiz bu avtomobilni tortish kuchi va esa avtomobil tezligi bo'lishi kerak. Kuchni o'rniga, avtomobil tortish kuchini o'rniga qarshilik kuchini qo'yib ketsak ham bo'ladi. Miqdor jihatdan teng demoqchiman. Xo'p, endi 12-masalaga o'tamiz. 12-masala. Xo'p, 12da nima deyilyapti? 12-masala. Ko'tarma kranga o'rnatilgan dvigatelning quvvati 4,5 ming watt. Bu kran yordamida necha kilogramm massali yukni 12 metr balandlikka yarim minutda ko'tarish mumkin. Dvigatelning foydali ish koeffitsiyenti 80%. Demak, yana yozamiz. Shu foydali ish koeffitsiyenti degani foydali quvvatni umumiy quvvatga nisbati tushuniladi. Ko'paygan mayli 100%. Endi kran, ko'tarma kran deyapti. Krandan bizaga foyda nima? Maqsad nima o'zi? Uni vazifasi nima? Yukni tepaga ko'tarish. Dvigatelining quvvati deyapti 4,5 ming watt. Ya'ni bu yerda ancha kuchli ekan deyishimiz mumkin, lekin motor bunaqa quvvat bilan ishlagani bilan, lekin hali yuk qancha yukni ko'tara oladi, qanday ko'taradi, bizaga shunisi muhim. Demak, bu quvvat umumiy quvvat hisoblanadi. Motorni ishlash quvvati bu umumiy.
Hamma gap o'sha kranni ko'taradigan yukida qiladigan ishi bizga foyda. Demak, bu degani foydali quvvatni o'rniga quvvatni qanday hisoblaymiz? Ishni vaqtga bo'lish kerak, to'g'rimi? Demak, foydali quvvatni o'rniga shuni pastdan alohida hisoblaylik. Foydali quvvatni o'rniga bajargan foydali ishini vaqtga bo'laman. Qanaqa foydali ish bajardi desa, yukni tepaga ko'taryapti. Yukni tepaga ko'tarishda qanaqa ish bajariladi? MJH ish bajariladi. Mana shu bizga foyda, yukni tepaga chiqqani. Uni bo'lamiz vaqtga. Xo'p, endi o'rniga qo'yamiz. Necha kilogramm yukni ko'tarish mumkin? Demak, savolda o'sha ko'tarishi mumkin bo'lgan massani so'rayapti. Necha kilogramm yuk? Ya'ni M ni topish bizdan so'ralgan. Demak, M ni bilmaymiz nechaligini. Ko'paytiramiz J ga, ko'paytiramiz H 12 metr balandlik deb aytibdi. Vaqtimiz qancha ekan? Yarim minut, ya'ni 30 sekund. Bu nima bo'ladi? 4M bo'ladi, qisqartirsak. 4M bo'ladi. Demak, foydali quvvatimiz 4M. Umumiy quvvatimiz 4,5 ming. Endi formaga qo'ysak bo'ladi. 4M taqsim 4500 ko'paygan 100% bo'ladi. Va bu narsani endi pastda davom ettiramiz. Mana shu narsani mana pastdan davom ettiraman. Xo'p, ya'ni foydalanish koeffitsient deganda 80% deb aytilgan, barobar 4M taqsim 4500 ko'paygan 100%. Shunda mana ikkita nol bilan ikkita nolni qisqartirsak 45 bu yoqqa ko'paytirish bo'lib chiqadi, 4 esa pastga bo'lish bo'lib tushadi. 45 ko'paygan 80 taqsim 4 barobar M. Shunda 80 bilan 4 ni shunda 80 bilan 4 ni qisqartirib qo'ysak, bu yerda 20 qoladi. Demak, M barobar 900 chiqadi menimcha kilogramm. Demak, 900 kilogramm yukni tepaga chiqarar ekan. Mana ajoyib bo'ladi. Endi 15-masalaga o'tamiz. Xo'p, 15-masala. 15-masala. Xo'p, 15-masalada nima deyilyapti? Massasi 80 kilogramm bo'lgan kishi foydalanish koeffitsiyenti 0,6 bo'lgan qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan blok yordamida eng ko'pi bilan necha kilogramm yukni ko'tara oladi? Demak, massasi 80 kilogramm bo'lgan kishi foydalanish koeffitsiyenti 0,6 bo'lgan qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan blok yordamida eng ko'p bilan necha kilogramm yukni ko'tara oladi? Endi bu yerda nima deyilyapti? Mana bitta qo'zg'aluvchan blok bor. Qo'zg'aluvchan va bitta qo'zg'almas blok bor. Mana. Xo'p, ipini endi boshqa rangda chizamiz. Mana. Buni demak odam bu yerda yuk bor, mana. M massali yuk bor. Bu yerda odam tortadi. Yukni tortadi, mana shu ipni tortadi ushlab. Lekin degan joyi bor. Tortayotgan vaqtida o'zi ko'tarilib ketib qolishi mumkin. Ya'ni yukni pastga bosish kerak-da. Bu mana ipni o'ziga tortib pastga bosish kerak. Shunda yuk tepaga ko'tariladi. Lekin odamni massasi yengillik qilib qolsa, ipni o'sha qancha kuch bilan o'ziga torta oladi. Qancha kuch bilan
odamni massasi 80 kilogramm bo'lsa, bu degani o'sha odamni o'zini og'irligi qancha bo'ladi? O'zini og'irligi mj desam, katta m deylik mayli. 80 kilogrammimiz 800 newton bo'ladi. Odam 800 newton kuch bilan torta oladi. Undan ortiq kuch bilan torta olmaydi. Chunki unda ipga osilib qoladi o'zi. Ipni qattiq tortgan paytda 800 newtondan katta kuch bilan tortmoqchi bo'lsa, unda ipga osilib qoladi. Demak, undan katta kuch bilan tortishning iloji yo'q. Xo'p, bu degani, demak, odamning tortadigan F kuchi 800 newton bo'lishi mumkin ko'pi bilan. Shunda bu odam mana bu yerda necha kilogramm yukni ko'tarishi mumkin deb savol berilgan. Agar bu qurilmamiz ideal holatda ishlaganda edi, 800 newton kuch bilan biza mana bu yerda ko'char blok bor, bilamiz, ko'char blok kuchidan 2 marta yutuq berish kerak. 1600 newton og'irlikdagi yukni ko'tara olishimiz kerak edi. Ya'ni 1600 degani 160 kilogrammni ko'tara olishimiz kerak edi. Lekin afsuski, foydali ish koeffitsiyenti 0.6 deb berilgan. Ya'ni o'sha to'liqligicha bajarayotgan ishimiz to'liqligicha foydaga sarflanmaydi. Sababi mana bloklarni aylanishi uchun kuch sarflaymiz va bu yerda arqonni ko'tarilishi bor, uning uchun kuch sarflanadi va mana bu blok ham endi hech qachon ham vaznsiz bo'lmaydi albatta. Unda ham o'zini ma'lum miqdorda massasi bor. U ham ko'tariladi tepaga. Qisqasi, bu biza uchun foyda emas bu. Foyda emas. Bizning maqsadimiz yukni ko'tarish. Bu ipni, blokni ko'tarish emas. Demak, nima qilamiz? Tayyor o'sha ko'char blokni foydalash koeffitsiyenti degan formulamiz bor edi. mj taqsim 2f degan, to'g'rimi? Shunga qo'yib yorsak bo'ladi hozir. Hozir mana avval shunga qo'yib, demak, javobni topamiz, keyin yana tushuncha beraman. 0.6 barobar mj taqsim 2 kara f deganda odam 800 newton kuch bilan torta oladi. Shunda bizada m barobar chiqadi. 16 kara 6 nechi bo'ladi? 96 mi? 96 kilogramm. 96 kilogramm. Demak, ajoyib chiqib qoladi hozir. Endi sodda qilib aytadigan bo'lsam, 800 newton kuch bilan torta oladigan odam bu vaziyatda, boya aytganimdek, ko'char blok ideal holatda 2 marta kuchdan yutuq beradi. Ya'ni 800 newton bilan tortganimizda 1600 newtonli yukni ko'tara olishimiz kerak. Demak, biza 1600 newtonni ko'tara olishimiz kerak ideal holatda, lekin bizning qurilmamizning foydali ish koeffitsiyenti 60%. 1600 degani o'sha 160 kilogramm yukni-da, 160 kilogramm yukni ko'tara olishimiz kerak, lekin foydali ish koeffitsiyenti 60% degani shuni 60% ni ko'tara olamiz. Mana shu ham 96 chiqadi. Birdan mana shunday qilib ishlasak ham bo'ladi. Endi to'g'ri, mana formulaga tayangan yaxshirog'i, lekin ozgina ma'nosiga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Demak, 18-masalaga o'tamiz. 18-masala. Quyidagi ifodalarning qaysilari qiya tekislikning foydali ish koeffitsiyentini ifodalaydi? Xo'p, qaysi biri qiya tekislikning foydali ish koeffitsiyentini ifodalaydi? Qiya tekislikning foydali ish koeffitsiyenti qaysi? Mana 1 taqsim. Xo'p, sinus taqsim, sinus plus mu kosinus, mana birinchisi mana bu. Keyingisi sinusga bo'lib olsak surat mahrajini 1 taqsim 1 plus mu kotanginus. 1 taqsim 1 plus mu kotanginus, mana uchinchisi, to'g'ri. Undan keyin kosinusga bo'lib olsam tanginus taqsim tanginus plus mu, demak bu ham to'g'ri. Mana shu 2 3 5. 2 3 5. Mana javob bo'lar ekan. 18 21 yo'q ekan. 21 yo'q. Xo'p, ana endi tamom, demak masala o'zi bor yo'g'i 20 ta ekan. Keyingi mavzuga o'taman.